Hayit dasturxoningiz uchun noodatiy chaychak retsepti kerakmi? Aynan shu usulda tayyorlab ko'ring, uydagilaringiz ham lol qoladi. Avval ishimizni barcha mahsulotlarni bitta idishga solib, yaxshilab atalab olamiz. So'ng un solib, yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir qorib, tindiramiz. Xamirimizni ikki qismga bo'lib, o'rtacha qalinlikda yoyib olamiz va lentalar kesib, uzunasiga ham to'rtburchak shaklda kesib olamiz. Ana endi bizga yong'oq va xuddi shunaqa chiroyli bezak berish uchun belbog'cha kerak bo'ladi. Xamirimizni ikki qavat qilib solib, o'rtasiga yong'og'imizni qo'yamiz va xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib xamirimiz ikki chetini yaxshilab chimchilab olamiz. Belbog'chasini boylab olamiz. Chetlarini chiroyli qilib burama qilib ochib tayyorlab olamiz. Ana endi qozonchamizga ko'proq qilib yog' solamiz va o'rtacha qizib turgan o'rta olovda qizarguncha pishirib olamiz. Pishirish jarayonida orqa oldini o'girib turamiz. Pishgan chakchaklarimizni quruq salfetkamizga suzib olamiz. So'ng qiyomini tayyorlaymiz. Suv va shakarni aralashtirib, qaynab chiqqandan so'ng limon kislotasini solib, yana qaynatamiz. Ustidan asal solib, 10 daqiqa qaynatib o'chiramiz. Qiyomimiz issiqligida esa chakchaklarimizni qiyomga botirib, tarelkamizga terib olamiz va dasturxonga tortamiz. Ishonch bilan ayta olaman, hayit dasturxoningizni ko'rki bo'la oladigan, hattoki zakazga tayyorlab daromad olib keladigan chakchak retsepti bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha. Sahifamga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang.